Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatib borayotgan aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan jo'jalar bir-birini cho'qsa, qanaqa narsalar berishni o'rganamiz. Bugungi videomiz shulardan iborat bo'ladi. Hozirlar ko'rsaman nima berishdi. Mana katagimiz ustiga qo'yib qo'yganmiz, mana bunaqa dori. Mana misi, buta plus mana tovuqlarga bersa bo'ladi. Xullas, ustidagi probkasini ochib olamiz hozir. Mana probkasini ochib oldik. Xullas, ichida 10 gram bo'ladi. Har bir jo'jaga mana shpris yordamida yarim gram og'ziga quyamiz. Hozir sizlar bilan buni birgalikda qilamiz. Birinchi o'rinni shprisni ochib olasizlar. Ochib olgandan keyin monusini faqat mana ichiga tiqib ukol olishda ishlatasizlar, bo'ldi. Mana olasizlar, keyin uzib tashlaysizlar. Hozir olib ko'rsataman. Mana olib bo'ldik. Endi mana nima qilib olib tashlaymiz. Hozir jo'jalarga qilish jarayonini ham ko'rsataman. Qafasimizni ochamiz mana. Jo'jalarimizni olib olamiz bittasini. Mana ushlaymiz. Xullas, hozir bitta qo'lda ushlash qiyin bo'lyapti, qilaman hozir. Mana shunday qilib og'zini ochib olamizda jo'jamizni. O'zi shunaqa ochishga qo'ymay, baribir ochadi. Xullas, hozir ochib olamiz. Mana og'zini ochib oldik. Endi shprisimizni yarim gram tomizib olamiz. Shundan biz jo'jamizni qo'yib olamiz. Xullas, mashadagi jo'jalarni har biriga ham shu usulda dorimizni tomizib chiqamiz. Og'ziga shpris yordamida tomizamiz. Bir kunda bir marta shunchadan bo'ladi. Xohsalaring 2 kun, 3 kun, lekin men 1 kun beraman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men jo'jalarimiz sog'lom yaxshi yuribdi, lekin baribir berishim kerak unga. Xullas, shu usulda hammasini mana shunaqa dori bilan qilasizlar. Vitaptekaga borib so'rasalaring aytadi. Mana buta plus 10 gramlik mana ampulachada shunaqa dori so'rasalaring beradi. Narxi ham uncha qimmat emas. Bizda 6000 so'm ekan. Shprisini ham qo'shib berdi. Demak, shu usulda jo'jalaringni qilasizlar. Hech qaysi bir-birini cho'qimaydi, xudo xolasa. Keyingi videoda qaysi mavzu chiqsin, kommentariyalarga yozinglar. Bizni shuncha mehnatimizni qadrlagan holda kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Rahmat.